Tushda kiyim yuvishni ko'rishning ta'birlari. Tushda kiyim yuvishni ko'rish odatda hayotdagi tashvishlardan, gunoh va xatolardan poklanish, yangi bosqich boshlanishi bilan bog'lanadi. Tush ta'birlarida bu ko'pincha yaxshi alomat hisoblanadi. Holatga qarab ma'nosi o'zgaradi. Tushda toza suvda kiyim yuvish muammolar kamayishi, ko'ngil tinchligi va yaxshi xabar belgisi hisoblanadi. Bordiyu tushda kir kiyimni yuvish esa eski tashvish, g'am yoki qarzlardan qutulishga ishora. Tush ko'ruvchi tushida oq kiyimini yuvayotganini ko'rsa, obro'si oshishi, niyatlarning pok ekaniga ishora qiladi. Tushda boshqaning kiyimini yuvayotganini ko'rsa, kimningdir muammosiga yordam berishingiz mumkinligini bildiradi. Tushda kiyim yuvilib tozalanib qolmasa, bir masalada hali ham qiyinchilik yoki ichki bezovtalik borligini anglatadi. Tush ko'ruvchi tushida kir mashinada kir yuvayotganini ko'rsa, hayotdagi ishlari asta-sekin tartibga tushishini anglatadi. Islomiy tush ta'birlarida ham kiyim yuvish tavba, poklanish va tashvishlardan chiqish ramzi sifatida talqin qilinadi. Tush ta'birlari bashorat emas, barcha narsani bilguvchi zot yagona Allohdir.